alaykum qadrli teletomoshabinlar. Surxondaryo telekanalining doimiy muxlislari, sizlar bilan Shifo istab ko'rsatuvida ko'rishib turganimizdan mamnunmiz. Har galgidek sizlarga kerakli va foydali tavsiyalarni berish maqsadida ko'rsatuvimizda bugun ham dolzarb mavzuni muhokama qilish maqsadidamiz. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmonlari esa bolalar shifokorlari. Aynan bugun bolalarda uchrayotgan turli nevrologik kasalliklar xususida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Ko'rsatuvimiz mehmonlari bilan dastlab tanishtirib o'taman. Usmonxonov Orifxon Ayibxonovich, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi bolalar travmatolog ortopediya bo'limi mudiri hamda Usmonxonov Saydolim Ahrorovich, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi bolalar nevrologi hisoblanishadi. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bolalarda orttirilgan va tug'ma nevrologik kasalliklar kun sayin ortib bormoqda. Buning asosiy sababi atmosfera havosining buzilishimi yoki homilador ayollarning turli dori preparatlarini ko'p qabul qilinishimi? Nima sababdan bugungi kunda nevrologik kasalliklar bolalarda tez-tez uchrab turibdi? Hozirgi paytda nevrologik kasalliklarning ko'payishiga ko'p holatlarda turmush tarzining buzilishi, o'sha gipodinamiya, har xil stress faktorlari, ya'ni homiladorlikdagi onani kasalliklari, ya'ni bundan tashqari o'sha iqlim o'zgarishi, ya'ni ko'p holatlarda sabab bo'lyapti. Ko'p nevrologik kasalliklar, ya'ni u tug'ma bo'ladimi, orttirilgan bo'ladimi, ya'ni o'sha sog'lom onadan sog'lom farzand degan ya'ni tushuncha bor. Ya'ni shuning uchun ya'ni ko'p holatlarda ya'ni onasini o'zidagi har xil kasalliklar, ya'ni noto'g'ri turmush tarzi, ya'ni noto'g'ri oziqlanishi, ya'ni uyquga to'ymasligi, ya'ni shular asosiy sabablar. Undan tashqari tug'ruv paytidagi har xil jarayonlarni misol qilib ishimiz mumkin. Undan tashqari hozirgi o'sha perinatal zararlanish deb aytamiz, o'sha yangi tug'ilgan chaqaloqlarda, ya'ni o'sha homila paytida bo'ladimi yoki tug'ilish jarayoni paytida bo'ladimi, ya'ni o'sha perinatal shikastlanish natijasida orqa va bosh miyalarni, ya'ni markaziy nerv tizimini zararlanishi hisobiga har xil shu kasalliklarni ortishi yuzaga kelyapti. Endi alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak, orttirilgan nevrologik kasalliklar tug'ma nevrologik kasalliklardan ham xavfli kechyapti. Masalan, bugungi kunda ko'pchilikni qiynab kelayotgan raqamli autizm. Istaymizmi yo'qmi, bolalar ijtimoiy tarmoqlarga kichkina vaqtidanoq telefonlarga juda ko'p ro'ja qo'yishyapti. Shu sababli ba'zan mana shu raqamli autizm kasalligi bolalar orasida tarqab ketgan. Ba'zida logopedlar yoki defektolog mutaxassislariga murojaat qilganimizda bu kasallik emas, o'tib ketadi. Masalan, yoshiga qarab o'tib ketadi deyishyapti. Lekin tibbiyot xodimlari, sizlar qanday fikr bildira olasizlar? Ya'ni hozir to'g'ri ta'kidladingiz, hozir juda ko'p bu atamaga ya'ni qaytamiz, ya'ni o'sha raqamli autizm to'g'risida. Ya'ni bu atama ya'ni yangi atama hisoblanadi. Ya'ni chunki hozir asosiy sababi autizmni hali noma'lum. Ya'ni olimlar o'sha izlanishda, lekin ko'p nazariyalar bor. Shulardan o'sha hozirgi statistikalarga asoslansak, o'sha Amerikada, AQSh davlatida yangi statistikalardan bittasi, ya'ni 8 yoshgacha bo'lgan bolalarda o'sha 31 ta bolaga bitta autizm to'g'ri kelar ekan. Ya'ni o'g'il bolalar, ya'ni qiz bolalarga nisbatan ya'ni 3-4 barobar, ya'ni ko'plar kasallanadi bu xastalik bilan. Endi biz hozir buni kasallanadi xastalik deb bildik, lekin to'g'ri ta'kidladingiz, ya'ni ko'p rivojlangan davlatlarda bunga kasallik deb qaramaydi. Bu bitta holat deb bilinadi. Ya'ni hozir bu raqamli autizm bilan ko'p mutaxassislar ya'ni shug'ullanyapti. Shulardan ya'ni psixonevrologlar, psixiatrlar, ya'ni bolalar nevrologi, undan tashqari o'sha kompleks yondashuvda defektologlar, ya'ni korreksion mutaxassislar, ya'ni butun dunyoda masalan tanilgan ya'ni AB mutaxassislar yoki o'sha pektogrammalar ya'ni qo'llanilyapti. Ya'ni bu narsani ko'payishiga ya'ni bitta sabablardan bittasi o'sha informatsion davr deb hisoblanadi. Ya'ni hozir ya'ni yosh bolalar tomonidan o'sha gadjetlarni yoki
telefon televizorlarni ya'ni ko'p ko'rishi yoki ko'p o'ynashi natijasida ya'ni to'liq o'sha kasalligi sabab endi bo'ladi deb alohida aytsak ta'kidlab bo'ladi. o'tishimiz kerak, istaymizmi yo'qmi, hammamizni farzandimiz mana shu raqamli texnologiyalarga qiziqadi. Autizmga ular chalinganmi yo'qmi? Biz qanaqa qilib qanday klinik belgilar orqali bilib olishimiz mumkin? Ya'ni buni ilk belgilarini agar ahamiyat beradigan bo'lsak, ya'ni o'sha ota-onalardan, ya'ni bizga murojaat qilayotgan ota-onalardan ya'ni so'raganimizda ilk belgilari ma'lum vaqtgacha ya'ni bola rivojlanishi, ya'ni sog'lom boshqa bolalardan hech qanaqa belgilar bilan farqlanmaydi. Ya'ni 1,5 yoshga kelib, o'sha nutqiy rivojlanish to'g'ri keladigan paytda ya'ni o'sha ota-onalar tarafdan ya'ni o'sha telefon yoki gadjetlarni yoki o'sha ko'p vaqt mobaynida ekranni oldiga ya'ni o'tkazib qo'yish natijasida asta-sekin ya'ni bolada ya'ni bor ko'nikmalarni ham asta-sekin orqaga qaytish yuzaga kelishi. Ya'ni o'sha gapirib kelayotgan bola yoki masalan o'sha so'z boyligi ortayotgan bolada ya'ni o'sha откат deb aytamiz, o'sha belgilarni asta-sekin orqaga qaytishi. Ya'ni bor ko'nikmalarni. Undan tashqari ya'ni o'sha ota-onalar shu narsaga ahamiyat berishadi. Ya'ni bolani chaqirsa, ya'ni ismiga qaramasligi. Boshida buni umumiy holat deb bilishadi, ya'ni uncha ahamiyat berishmaydi. Asta-sekin o'sha ismiga qaramagandek, ko'zga qaramagandek, bolada ya'ni noodatiy xatti-harakatlar paydo bo'lgandek, shulardan o'sha oyoqni uchida yurishi yoki har xil noodatiy harakatlar, o'sha barmoqlarini o'ynashi yoki kaftlarini tomosha qilishi yoki o'z-o'zidan kulishi yoki maqsadsiz masalan yig'lashlari, ota-onasiga ba'zan ya'ni befarqligi yoki tevarak atrofga qiziqmaganligi, ya'ni asta-sekin o'sha ota-onalar tarafdan bunga ya'ni e'tibor beriladi. O'sha mutaxassislar tomonidan bu holat deb baholangandan keyin asta-sekin ya'ni yo'naltiriladi. Ya'ni o'sha butun dunyoda hozir yuqorida ta'kidlab ketdingiz, bu kasalligi bu holat deb qabul qilinadi. Ya'ni buni kasal deb bilishmaydi. Shuning uchun ya'ni medikamentoz davo qo'llanilmaydi. Ya'ni bu yerda o'sha katta hayotga, ya'ni o'zini o'zi eplash uchun, ya'ni katta hayotga qadam qo'yib turish uchun faqat o'sha mutaxassislar tomonidan ya'ni yordam beriladi. Ya'ni biz bularni o'sha korreksion pedagoglik deb aytamiz. Ya'ni dori-darmon ya'ni qo'llanilishi bu nima uchun? Ba'zan ya'ni ularda o'sha giperaktivligini, ya'ni haddan tashqari harakatda oshib ketishi yoki masalan agressiyalarni kuchayib ketishi, autoagressiya yoki masalan o'sha tevarak atrofdagi yaqinlariga nisbatan agressiyalarni kuchayishi sabab ya'ni biz medikamentoz dorilarni qo'llaymiz. Ya'ni sal xulq-atvor korrektor sifatida yoki giperaktivlikni kamaytirish, diqqatini jamlattirish uchun, ya'ni o'sha korreksion pedagoglarga ya'ni ta'limiy jarayon osonroq kechishi uchun biz bu dorilarni qo'llaymiz. Lekin butun dunyoda ya'ni bu dori-darmonlar bittasi ham qo'llanilmaydi, chunki bu kasallik emas, bu holat deb bilinadi. Lekin bizda yana bitta narsa bor. Bizni hali jamiyat bu bolalarga tayyor emas. Ya'ni bizda doim ya'ni ota-onasini o'zi bu bemorlarni ya'ni asrab avaylab, ya'ni rivojlantiruvchi, ya'ni ko'chalarga yoki masalan mashg'ulotlarga yoki nima deydi yaxshi tomonga o'zgartirishi o'rniga ya'ni to'liq ya'ni qamrab oladi. Ya'ni uni ustidan ya'ni juda qattiq ya'ni nazoratga olib, ya'ni shu narsalarga to'sqinlik qiladi. Ya'ni o'zi erki bola, ya'ni kasal bola deb qabul qilib, uni ya'ni xulq-atvoriga ko'proq ta'sir qilib qo'yishadi shu noto'g'ri harakatligini asosida. O'shaning uchun biz doim aytamiz, ya'ni bolangizni o'sha katta hayotga tayyorlash uchun, ya'ni bolangiz bilan ko'proq shug'ullanishingiz kerak. Ya'ni
tashqi dunyo bilan tanishtirishingiz kerak, bolalar o'yingohlariga olib chiqishingiz kerak. Lekin ba'zan biz shu holatda sezamizki, jamiyat bu bolalarni to'g'ri qabul qilmayapti. Ya'ni mana aytdingiz, ya'ni bu holatmi yoki kasallik, bizda bu narsani kasallik deb qabul qilishadi. Lekin masalan chet ellarda bu ya'ni o'sha o'ziga o'sha katta hayotga tayyorlagandek kelgan o'zini bemalol yo'lini topib ketadi. Ya'ni o'sha McDonald'sdan yoki o'ziga mos ish topib, ya'ni bemalol odamlarning orasida yuradi. Ya'ni jamiyat bu bolalarni yoki bunaqa holatlarni qabul qilgan. Ya'ni farqi shu. Orifxon Ayibxonovich, siz bilan suhbatni davom ettirsak, masalan, mushaklarda bo'layotgan tortishishlar, o'zgarishlar nevrologik kasalliklar oqibatidan ham kelib chiqishi mumkinmi? To'g'ri. Demak, bizga ko'pincha bemorlar murojaat qiladi, asosiy shikoyatlari oyog'idagi og'riqqa. Nimaga? Butun tananing vazni, tananing og'irligi vazni oyoqqa tushadi. Bunaqa bolalarni ko'pincha oyog'ida og'riq bo'ladi. Agar bola 2 yosh, 3 yosh atrofida bo'lsa, u oyog'i og'riyapti aniq ravshan etmaydi. Bu jarayon uni uzoqqa bormasligi, tez-tez onalarning qo'liga ko'taring xarxasha qilishi, kechasi betoqat uxlashi va kechasi ustini ochib tashlash bilan bog'liq. Ya'ni oyog'ida diskomfort holati yuzaga keladi va bola kechasida o'rnida ag'anab u yoqdan bu yoqqa o'girilib yotadi va doimo kechasi oyog'ini siltalash natijasida ustini ochib tashlaydi. Bunaqa paytda onalar o'ylashadiki, bu isib ketyapti deb o'ylashadi. Lekin aslida u oyog'ini siltab, o'ziga biroz yengillik yuzaga keladi. Ko'pincha bolalarni sportga berishganda sport torta olmaydi bunaqa bolalar. Ayniqsa bu yoshida o'tkazgan chaqaloqlik davrida nevrologik holatlar bo'yicha paylar taranglar. Bizning tajribamizda ko'ringan, misol uchun axil payini kaltalik, tovonga yopishgan mushakning payini tarangligi kuzatilgan. Bunaqa bemorlar ko'pincha yurganda oyog'i og'riydi, tovon suyagi og'riydi, yugura olmaydi boshqa tengqurlarga o'xshab, o'tirganda oyoqlarini bukib bemalol o'tira olmaydi oyog'iga. Bundan tashqari bunaqa bemorlarda spagat holat, ya'ni oyoqni kerib o'tirish holati ham chegaralangan bo'ladi. Umuman olganda bo'g'imning funksional holati yaxshiligini ko'rsatgan narsa bo'g'imdagi harakat hajmi. Ma'lum bir bo'g'imlarda harakat hajmi kamaygandan keyin bu o'sha uning bo'g'imning nomutanosibligigi, ya'ni paylan tarangidan kelib chiqadi. Bundan tashqari ko'pincha bolalarning oyog'ida deformatsiya yuzaga keladi 1 yosh, 1,5 yoshdan keyin. U oyoqdagi mushaklar tonusi ma'lum bir gruppasi baland bo'lgandan keyin oyoqni ma'lum bir yo'nalishda qiyshaytirish boshlaydi. Bundan tashqari bu mushaklarning tarangligi esa suyakning buralib shakllanishiga ham olib keladi. Ayniqsa bolalarda agar raxit kasalligi bo'lsa, bu suyak tonusi balandlik hisobiga suyaklar bemalol u yoki bu yo'nalishda qiyshayishga yuzaga keladi. Xalq tilida osimon, X-simon deydi, ayniqsa uni meditsin tilida varus va valgus deformatsiya deyiladi va bu suyaklar shuning natijasi qiyshayishga yuzaga keladi. Lekin bir narsani tushunishlik kerakki, ota-onalar tushunishi kerak, bu qiyshayishlar faqatgina raxit kasalligida va tonus balandligida bo'lavermaydi. Boshqa yana 10 ta raxitga yaqin o'xshash kasalliklar bor. Aynan raxitga o'xshab oyoqlar deformatsiyalar bo'ladi va bu kasalliklarni davolash o'zgacha yondashishni talab qiladi. Yomon tomoni shundaki, bu tonusi baland bo'lgan bolalarda suyaklar o'zgarish bo'lganda ota-onalar o'z boshimchalik bilan massajistlarga olib boradi va massajistlar o'zlaricha shinalar taqib, hatto gips qo'yadigan variantlari ham bor massajistlarning. Ular o'zlarining mas'uliyat katta olib bilan davolashga harakat qiladi. Lekin mushaklarning tonusini qaysi gruppa tarangligini bilib, o'sha gruppaga ma'lum bir yo'nalishda massaj beradi. Masalan uchun bukuvchilarning tonusi baland bo'lsa, u gruppa mushaklarga bo'shashtiruvchi massaj berish kerak. Tonusi past gruppaga esa tonusini ochiradigan massaj beradi. Massaj ham turlari ko'p-da. Massaj degani bu uqalash degani emas. 5 kun, 10 kun bir massajistga shogird tushib, massaj bo'layotgan hamshira qizlarimiz emas, oddiy tibbiyot bilimi yo'q insonlar ham massaj bo'lib ketyapti. Ana shu tomonlari salbiy tomonlarga ta'sir qiladi. Bizda tajribamiz ko'p, har yili bir 200 ga 300 ga yaqin bolalarni biz paylarini kesib yuboramiz igna bilan. Ya'ni tarang bo'lib qolgan mushaklarni igna bilan paylarni cho'zib, bolalarda ma'lum bir qulayliklarni yaratib beramiz. Bularga misol uchun maxsus oyoq kiyim, maxsus shinalar yordam bermaydi. Tonusi juda ham baland bo'lgan turlar, endi DCP kasallik, uni o'zgacha yondashuvi bor, lekin asosiysi yengil taranglik, uncha bilinmaydigan taranglik mushaklardagi
o'sha holatga juda ham qattiq e'tibor berish kerak. Endi tonus degan so'zni ishlatyapsiz. Tonus degani mushaklarning me'yordan ortiq tarangligi. Aynan homiladorlik davrida ham ayollarga ko'p mana shu narsa ta'kidlanadi. Bor ekan, o'zingizni ehtiyot qiling, farzandingizda muammo bilan tug'ilishi mumkin degan narsani ko'p eshitamiz. Keyin mushak qorningizda shunday tonus bor ekan, erta tug'ilishi mumkin yoki tushib qolish xavfi bor degan so'zlarni eshitamiz. O'zi homiladorlik davridagi tonus nima? Bu ham bolani keyinchalik nevrologik kasallik bilan tug'ilishiga sabab bo'lishi mumkinmi? Homiladorlik vaqtida o'sha ayollarda vitamin D yetishmasligi, kalsiy yetishmasligi, boshqa somatik, ya'ni ichki a'zoning boshqa kasalliklari, homiladorlikda rejimga rioya qilmaslik, tartibga, kun tartibiga, dam olish, iste'mol qilinadigan oziq mahsulotlar, vitaminlar, yod preparatlarini ishlatmaslik, qabul qilmaslik bolalarda mana shu kasalliklar tug'ilishiga sabab bo'ladi. Ko'pchilik bu onalarda shunday ko'rgan tonusi baland ekan desak, homiladorlikda matkan tonus, bachadoniy tonus mushaklar baland bo'lganligini, ularda tug'ish xavfi kuchli bo'lganini, oxirgi masalan 3 oyda yotib nazoratda bo'lganini aytishadi. Ana shu tonuslarning bo'lishi homiladorlik ayolning oyog'ini tomib, albatta bolalar, yangi tug'ilgan chaqaloqlarda va ularning keyingi hayotida namoyon bo'ladi. Ta'sir qiladi demak. Ta'sir qiladi. Endi alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak, nevrologik kasalliklar orasida epilepsiya eng xavf guruhiga kiruvchi kasalliklardan biri hisoblanadi. Va ushbu kasallik tug'ma va hayot davomida ma'lum bir jarohatlar sabab orttirilgan ham bo'lishi mumkin. Umuman olganda bu kasallikdan butkul davolanish iloji bormi? Masalan, niholni ham yoshligida parvarishlasa tekis o'sadi deydi. Bolalikdan mana shu kasallik aniqlangan bo'lsa, ularning butkul qutulib ketish iloji bormi? Ya'ni epilepsiya kasalligini davosi bor. Ya'ni hozir yuqorida ta'kidlab ketgandek, mutaxassisimiz ya'ni o'sha homiladorlik paytidagi, ya'ni o'sha onaning umumiy holati, ya'ni bolani sog'lom, ya'ni o'sha tug'ilishiga, ya'ni rivojlanishiga sabab bo'ladi. O'sha yuqorida aytgan tonus, o'sha bachadon tonusi biza oldimizga bemor kelganda, ya'ni o'sha anamnez deb aytilinadi. O'sha homiladorlik paytidagi, ya'ni o'sha so'rov paytida ko'pincha shikoyat qilishadi. Ya'ni o'sha homiladorligim paytida, ya'ni o'sha birinchi 3 oyligida yoki homiladorlik butun davrida, ya'ni o'sha bachadon tonusda bo'lgan, ya'ni saqlanishda yotganman, ya'ni qon ketish alomatlari bo'lgan. Ya'ni bular hammasi, ya'ni homilani, ya'ni o'sha ma'lum bir shikastlanish bilan tug'ilishiga sabab bo'lishi mumkin. Tug'ilish jarayon paytida, ya'ni o'sha jarohat yoki orttirilgan, ya'ni o'sha travmalarning hisobiga yoki juda ko'p hozir uchrayotgan, ya'ni fibril tutqanoq yoki gipertermik tutqanoq deb aytilinadi. Ya'ni somatik kasalliklarni, somatogen kasalliklarga asoslangan holatda o'sha immunitet tizimi sustligini hisobiga, ya'ni temperatura ko'tarilib, ya'ni yuqori harorat fonida, ya'ni shaytonlash kuzatilyapti, ya'ni yosh bolalarda. Ya'ni bu kasallikni oldini olish, ya'ni agar to'g'ri yondashilinsa, ya'ni erta tashxislasa, chunki shaytonlash ham har xil turlari bor. Ya'ni ba'zan bizda o'sha shaytonlashi faqat o'sha tirishib, ya'ni ko'z tepaga ketib, ya'ni og'izdan ko'pik kelish degan narsa tushuniladi. Lekin ayrim shaytonlashi ko'rinishlari, ya'ni bir necha sekund ichida, ya'ni o'sha qotib qolish, ya'ni boshida xuddi bola bitta atilabdan qilayotgandek, ya'ni chunki tez o'tib ketadi. Asta-sekin u kuchaygan sari sutkasiga, ya'ni 30 martalab, 40 martalab, ya'ni bo'lganini hisobiga ota-onalar уже ahamiyat berishni boshlaydi. Ya'ni to'g'ri tanlangan, ya'ni o'sha dorilar, ya'ni o'sha biz tilimizda bu antikonvulsantlar deb aytiladi, shaytonlashga qarshi dorilar. Ya'ni o'sha zamonaviylari chiqib ketgan, ya'ni o'shalarni qo'llashimiz natijasida bu kasallikdan, ya'ni to'liq bartaraf etiladi, ya'ni davolanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, aynan mana shu epilepsiya jarayonida ba'zan istaymizmi yo'qmi, ilk farzandini tarbiyalayotgan onalarda yuqori tana harorati natijasida hech bo'lmaganda bir marta bo'lsa ham kuzatilib turadi. Hayotimizda bor bu narsa. Endi mana shu vaziyatda bilamiz, bolalarda mushaklar taranglashishi uchraydi va birinchi yordam ko'rsatishni ba'zan esankirab qolamiz.
qanday yordam ko'rsatish bilmay qolamiz. Orifxon Ayxonovich, masalan, mana shunday mushaklar taranglashganda, bolada mana shu febril epilepsiya holati uchraganda, tana harorati ko'tarilib, shu holat sodir bo'lganda qanday birinchi yordam ko'rsatish kerak? Demak, bunaqa bolalarni, demak, tutqanoq tutishi moyil bo'lgan bolalarni onalari bir narsani tushunib olish kerak. Bu tutqanoq xohlagan, istagan paytda bo'lishi mumkin. Shuni bilgan holda bunaqa onalar yonida doimo og'zini ochishga qulay bo'ladigan jismlar olib yurish kerak. Masalan, o't kirmas bo'lgan qoshiqni keng orqali qoshiq yoki bo'lmasa tutqanoq tutganda ko'pchiligi bolalarni tili orqaga ketib qolishi mumkin. O'shanda eng asosiy vazifa nafas yo'llariga havo o'tishini ta'minlab berish kerak. Bola ko'karib qoladi, nafas ololmay qoladi. Og'zini pastki jag'ini ochib, biror bir jism bo'lmagan taqdirda barmog'ini tiqib nafas yo'lini ta'minlab berish kerak. Jag'ini pastga tushirib, tilini sal barmoqlarni tortib nafas yo'lini ochib berish kerak. Inniki inobatga olish kerak, bola qorni to'q bo'lgan paytda bo'lib qolsa-chi, unda yonboshlatish kerak. Chunki qusadigan bo'lsa, u qusuq massasi nafas yo'liga ketib qolmasligi kerak. Shuning uchun boshini yonboshlatib, zarur bo'lsa o'zini yonboshlatish kerak. Shu yerda qo'shimcha qilib ketmoqchiman, ya'ni o'sha ota-onalarga biz ya'ni tushuntirishimiz kerak. Yuqorida ta'kidlab o'tdilar. Ya'ni o'sha shaytonlayotgan paytda, ya'ni o'zini ya'ni fazalari bor. Ya'ni o'sha mushaklarni ya'ni tortishi bu tonik fazaga to'g'ri keladi. Ya'ni o'sha paytda biz faqat o'sha nazorat qilib turishimiz kerak. Ya'ni uni uqalab yoki masalan ushab, ya'ni o'sha shaytonlash to'xtatmoqchi bo'lishga harakatlarni biz ota-onasiga tushuntirishimiz kerak. Bar o'zini fazalaridan o'tib olmaguncha shaytonlash, ya'ni sudurga to'xtashi, ya'ni o'zini ma'lum bir vaqti bo'ladi. Ya'ni biz bu yerda faqat nima qilishimiz kerak? Ya'ni bu urgen terapiya degan narsa bor, ya'ni hamda ya'ni dovrachemni, ya'ni doktorgacha bo'lgan yordam degan narsa bor. O'sha doktorgacha bo'lgan yordam, ya'ni o'sha ota-onalar tarafdan ya'ni qilinadigan holatlar, ya'ni o'sha ochiq havoni, ya'ni dostup kisloroda deb aytamiz, ya'ni ochiq havoni ta'minlab berish, ya'ni o'sha boshni yon tomonga burish, ya'ni endi ba'zan shunaqa holatlar bo'ladi, ya'ni o'sha barmoqlarni tiqish yoki o'sha yod jismlarni tiqish natijasida ya'ni kuchli tirish hisobiga, ya'ni o'sha barmoqlarni chaynab tashlash holatlari bo'ladi. Shunda biz shu narsaga ehtiyot bo'lsin deb ya'ni tushuntiramiz. Bizda shunday teletomoshabinlarimizdan savol kelib tushibdi. Masalan, 1-2 yoshli kichik yoshdagi bolalarda qizamiq sodir bo'lsa, uning asorati sifatida falaj bo'lish, keyinchalik falaj bo'lish yoki qandaydir asoratlar qolishi mumkinmi? Masalan, qizamiqni asoratlari bormi? Umuman olganda shunaqa savol kelib tushibdi. Qizamiq asoratlari bu juda xavfli hisoblanadi, ya'ni bu virusli infeksiyani hisobiga, ya'ni o'sha ko'p holatlarda, ya'ni o'sha intoksikatsiya, ya'ni o'sha virus nagruzkasini kuchayish hisobiga bular gematoensefalitik baryerdan o'tib, ya'ni bosh miyani shikastlab qo'yadi. Shuning natijasida bemorda ya'ni ensefalit, ya'ni bosh miyani yallig'lanishi yoki mengoensefalit, bosh miyani pardalari hamda moddasini yallig'lanishi yuzaga kelib, bu o'tkir holat hisoblanadi hamda o'sha reanimatsion holat hisoblanadi. Ya'ni bunda bemorda o'sha yuqori temperatura fonida, yuqori harorat fonida shaytonlash yuzaga kelib, ya'ni es hushini yo'qotish, ya'ni koma darajasigacha ya'ni yuzaga kelishi mumkin. Va bemor ya'ni o'sha reanimatsiyadan so'ng, ya'ni o'ziga kelgandan keyin barcha ya'ni orttirilgan o'sha harakat yoki o'sha nutqiy rivojlanishlari hammasi orqaga ketishi, ya'ni o'sha chuqur nogironlikka sabab bo'lishigacha masalan bo'lishi mumkin. Har bir kasallikning oldini olish uni profilaktikasi muhim. Profilaktikasi uni hali turmush qurmasdan oldin bo'lishi kerak. Sog'lom qizlar bo'lishi kerak, sog'lom o'g'illar bo'lishi kerak. Ular oila muhitiga qadam qo'ygandan keyin o'sha oila muhitida bo'ladigan shartlari bor. Tartib, asabni joyida ushlash, uyda tibbiy muhitni va yaxshi oilaviy muhitni yaratish, yeb ichadigan oziq moddalarni ovqatlarga o'sha e'tibor berish, homiladorlikni rejalashtirish,
vaqtida skrining o'tish, mana hozir patronajga katta e'tibor berilmoqda. Patronajga kelganda vaqtida ularni qabul qilish, qabul qilmaydiganlari bor. Hatto bolalarni emlatmaydigan holatlar ham bor. To'g'ri. Mana shu masalan qizamonda emlatmasa, u ensefalit va shunga o'xshagan og'ir asoratlar olib keladi. Shu tibbiy madaniyatni ko'tarish kerak. Onalar maktabi bor, o'shanga borish kerak. Emlash davrida o'zi masalan bolalarni nevropatolog ko'radigan muddati bor. Uchastkoviy pediatr ko'radigan muddati bor, ortoped ko'radigan muddati bor. O'sha muddatlarda o'z vaqtida poliklinikaga chiqib tibbiyot xodimlariga yordam berish kerak. Keling, ko'rsatuvimiz so'ngida alohida endi poytaxtdan kelgan malakali mutaxassis sifatida aynan mana shu narsani ta'kidlab o'tishlaringiz kerak. Saidol Mahrorovich, milliy emlash kalendaridagi emlashni olishimiz zarur. Ammo qaysi vaziyatda mumkin emas? Ya'ni ko'p holatlarda, ya'ni o'sha yangi tug'ilgan chaqaloqni o'zida, ya'ni emlash kalendari bo'yicha, ya'ni ilk emlashni biz boshlaymiz, ya'ni o'sha BCG vaksinasini. Ya'ni emlash kalendari bo'yicha, ya'ni agar yuqoridagi mutaxassisimiz ta'kidlagandek o'zini vaqtlari bo'ladi. Ya'ni bo'ladi, ya'ni o'sha tibbiy ko'rikdan o'tgandan keyin, ya'ni o'sha ortoped, ya'ni nevropatolog, pediatr, immunolog, ya'ni ruxsat bergandan so'ng, ya'ni bu emlashlar olinadi. Buning uchun bola, ya'ni jismoniy sog'lom bo'lishi kerak. Ya'ni somatik kasalliklari yoki masalan o'sha nevrologik bosh miya yoki orqa miya shikastlanishlari bo'lmasligi hamda ya'ni o'sha teridagi toshmalar yoki o'sha gemangioma deb aytamiz, ba'zan ya'ni o'sha xalq tilida bu nor deb aytilinadi. Shu holatlarda yoki yurak tug'ma nuqsonlarida, ya'ni boshqa bosh miya yoki orqa miya nuqsonlarida, ya'ni bunga ya'ni o'sha qarshi ko'rsatma bo'ladi. Aks holatlarda ya'ni bolalar emlash shart. Ya'ni chunki mana shu emlash natijasida, ya'ni mana shu immunizatsiya natijasida biz ko'p kasalliklarni oldini olgan bo'lamiz. Ya'ni lekin hozir ya'ni o'sha aholi tomonidan ya'ni juda ko'p o'sha ko'rilyaptiki, ya'ni o'sha emlashga olib chiqmasligi yoki masalan kechiktirishimiz, ya'ni sog'lom bo'ladigan bo'lsa, bola ya'ni emlash olishi shart. Albatta. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt qisqa, ammo malakali mutaxassislarimiz 12 hamda 16 may kunlari viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida maxsus tibbiy ko'riklarni amalga oshirishmoqda. Albatta, unga yaqin mutaxassislar o'z tavsiyalarini berish uchun poytaxtdan vohamizga tashrif buyurishgan. Albatta, mana shunday malakali mutaxassislarimizning tavsiyalarini olaman va farzandlarimni nazoratdan o'tkazaman. Xavf guruhdagi kasalliklardan aniq bir xulosaga kelaman desangiz, ularni qabuliga tashrif buyurishingiz mumkin. Bugun ko'rsatuvimiz mehmoni Saidol Mahrorovich, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi bolalar nevrologi hamda Orifxon Ayibxonovich, aynan Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi travmatolog ortopediya bo'lim mudiri mehmon bo'lishdi. Tavsiyalar uchun tashakkur bildiramiz va bugungi ko'rsatuvimizni tomosha qilganingiz uchun tomoshabinlarimizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, muntazam Shifo istabni kuzatib boring.